Hürmetlik görürmenler, bugünkü dersimizde semiz kişiler bilen oruk insanlarının yemek içmek hakkında toxtalıp ötümüz. Semiz körüngen kişininki hemmisiningla kuvveti işip ketişi yoki qini, coşqun, ro'y üstün, hem bedeni kuvvetlik, mustahkam bo'lishini atayin. Semiz bo'lish tibobat nuqtasidan, tabiat nuqtasidan ikkiga bo'lindi. Birisi qon xilitlik kishilarniki semiz bo'lishi. Bu xil kishilar o'l issiq mizoji va o'l issiq xilitlik, qon xilitlik bo'lish alayligi bilan muskullari taraq qilgan bo'ldi, yuzi qizil, ovozi jarangliq, bo'y turqi kelishgan, nurluq, ko'zi nayt rushan, gap so'zi nayt joyida va tashkillash, kontrol qilish, egilash va boshqalarni idora qilish jihatlarda ustun tashkiliy qobiliyatiga sahib bo'ladi. Shundaqla es saqlash iqtidori bilan rang, puraq ve aynı zamandaki muhitni hatırlaşı bilen başka xilitlik kişilerge qaraganda roşan üstünlük ega. Endi qon xilitlik kişilerniki umumiy yaxshi tarafini aytib o'tish bilan birga kamchilik tarafini ta'kidlash kerak bo'ladi. Chunki ko'pincha qon tomir kasalliklari qon xilitlik kishilarda nisbatan og'irroq va ko'proq o'tadi. Hamma xilitlik kishilarda qon tomir kasalliklari ömrünün o'xshamagan zamonlarda ko'rilishi mumkin. Lekin shu qon xilitlik o'l issiq mizojli kishilarda qon tomir kasalliklari nisbatan ko'p ko'rildi, boshqa xilitlarga qaraganda ko'p ko'rildi. Hem ko'rilgan vaqtidami og'ir ifodalar bilan hayotini qiyinlashtirdi. Chunki qon xiliti asosan cho'kishga yaqin, issiqligi yuqori hamda tomirlarda to'shib qilishga sababchi bo'lganligi uchun badani yo'g'on bo'lishi, hayvatlik bo'lishi, ovozning jarangliq bo'lishi, nurluq bo'lishi qondan kelib chiqqan bo'lsa, yana ayni vaqtda qondan her türlü ağır qon tomir kasalliklari shu qon xilitli kishilarda bakroq og'ir o'tadi. Shu sababdan ko'z tomiri yerilish, ko'zga parda tushish, miya qon tomirlarida to'silish, yurak tiqilish, yurak dalancha ve qerinchi qismining yo'g'inab ketishi, qon besim, şeker qatorliqlar shu qon xilitli kishilarda nisbatan ko'proq ko'riladi. Ko'rilgan taqdirda nihoyatda xatarlik jarayonlarni bu bemorga ko'rsatadi yoki og'ir chiqimda bo'lgan davolashlarga ko'proq yaqin bo'ladi. Shuning uchun qon xilitlik bo'lgan kishilar yemek içmekide başkalarına nispeten dikkat qilish kerak. Bizning davomli deydiganimiz oz yanglar, soz yanglar deyishimiz hamma kishilarga qartilgan bo'lish bilan birga asosan qon xilitlik, o'l issiq mizojli kishilarga bakroq agitib, ularga bakroq tavsiya qilishimizdan iborat. Çünkü qon xilitli kishilar asonla to'silib qilish, to'xtab qilish, birikib qilish, cho'kmay yig'ilib qilishga, yo'g'inab qilishga, yaqin bo'lg'ashga jiq yegan vaqtimizda bu qon xilitlik, o'l issiq mizojlik mushkil kishilarda kasal tez shakllandi, kasallik jarayoni og'ir o'tadi va jafoni ko'proq tortib, iqtisodni bakroq sarf qilib soladi. Şunun için az yeyişke,
Şundaqla az yeganlikni hokimiyatdan tushib ketganlik deb tunimaslikqa tavsiya qilamiz. Qon xilitli kishilar odatda idora qilishni, boshqalarni boshqarishni, shu vaziyatda o'zining gapini o'tkazishga, o'zini cho'ng ko'rsatishga, o'zining badanidan, mol mulkidan, huquqidan, pul milidan maqtanishga yaqin bo'lg'achqa, qon xilitli kishilarni davolash biroz qiyin keladi. Ya'ni kasalligini davolash qiyin kelmaydi, lekin bu kishilarni qoyil qilish biroz qiyin keladi. Chunki bu kishilar bayqi alayliklardan sirt yana o'zini nihoyatda bak cho'ng ko'radigan, boshqalarni ancha bak e'tibor qilmaydigan, ularning gap so'zini toza bak jinga to'xtamaydigan deb tushunadigan bo'lg'achqa, ular o'zidan boshqa har qanday so'z, tushuncha, ideya, tavsiya deganlar ularga nisbatan g'alita, qaloq, oddiy, keraksiz va yoki tuvan odamlarning gapi shaklda ifodalanadi yoki shunda anglandi. Shunga haddidan ortiq o'zini cho'ng ko'rish tuyg'usi qon xilitli kishilarning davolanish va saqayish musofasini uzoqlashtirdi, saqayish nisbatini tuvanlashtirdi. Chunki u o'zidan boshqa hech qanday odamning gapini davolash usulini yaratmaydi, gumon qiladi yoki o'zining diginiga keltirishga tirishadi. Shuning uchun oz yanglar degan so'zni hamma bemorlarga bo'lib qon xilitli bemorlarga anglatish baktas. Qon xilitli kishilarniki eng yaxshi dorisi, eng shifo qiladigan dorisi oz va soz tomoq yeyish. Shundaqla tomoq ustildagi noz-ne'matlar tizilgan holatda rasm tushib sosyal medyada ko'p taqatmaslik qon xilitli kishilarga bakmo shifo qiladi. Biz qon xilitli kishilarning yemak-ichmaklari haqida konkretni to'xtalmasak bo'ladi. Yetarki bu odam oz yeyishni boyug'onlik, o'sganlik, e'tibor ko'rganlik deb tushunsin. Oz yeganlikni kambag'allik, oddiylik, bechoralik deb tushunmasin. Oz yeganlik qon xilitli kishilarning bu dunyodagi eng cho'ng shifosi va hamroyi bo'lishi kerak. Endi balg'am xilitliq, ho'l sovuq sabablik semirib qolgan kishilar nisbatan ko'p uchraydi. Shu semiz odamlarning ichida yarmidan ko'pragini ho'l sovuqlikning eshib ketishidan bo'lgan semirish deb kuzatamiz. Qaramoqqa bularning badani yo'g'on, semiz ko'rinsimi, lekin qon tarkibida temir miqdori tuvarak, suv va yog' eshib ketgan bo'ldi. Bulardimi o'xshashlar tomirlarda imtilo, to'silish, to'shib qilish paydo bo'ldi. Hücrelardagi modda almashish osti bo'lg'achqa koni moddalarning qaytib kelishi qiyin bo'ldi. Qilsimon tomirlar to'salg'i ko'p bo'lg'achqa modda almashishdan kelib chiqqan zaharlar badandan sirtga chiqib ketolmaganligi uchun bular semizlikdan, ishib qilishdan, kelangsizlikdan o'zi bak umid qilsimi, bundan qutulishi biroz qiyin bo'lib qoladi. Endi qon xilitdan bo'lgan semirib ketish bilan balg'am xilitdan bo'lgan semirib ketishning farqi, qon xilitdan bo'lgan kishilar semirib ketganligini qat'iy e'tirof qilmaydi va buni degan kishiga achchig'laydi, bu kishidan yiroqlashadi. Balg'am xilitdan bo'lgan semirib ketganlar semiz ekanligini e'tirof qiladi, o'zi bundan qutulishni bak o'ylaydi, ammo bular irodasiz keladi. O'riqlashni xohlaydiganligini davomli so'zlaydi, davomli tibobat doriları ichishni yaxshi ko'rdi, ammo chiniqishga va tartiblik ozuqlanishga sal qaraydi. Bular qandoq qilsa o'riqlaydiganligini biladi, ammo u ishni qilishga g'ayrat qilolmaydi. Azroq qilib boqadi, bir necha kun rioya qilib boqadi. Onundaki
irodasizlik, qiyinchilik hissi va hal bo'lmaydi degan qilib buni shu uymandan chiqib ketishga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun ho'l sovuqdan bo'lgan kishilarga aldirab ig'ir surgi dori berishga bo'lmaydi. Chunki ularda tümür ve başka mineral maddeler, vitaminler az buludu. Fakat onun köp bulgunu yağ ve sudan ibaret. Şununla höl soğuk mizajlık kişilerini davalaşta bedende ham belgem yoki ham xilatni pishirdigan, qonni qizitib, höllikni tozlaydigan tayyorlik choralarni baldır qilib, ma'lum bir pishish bosqichiga hazır vaziyat kelgandan keyin uningdan tozalashib bo'lsak bo'ldi. Endi ho'l sovuqdan bo'lgan semirib ketganlarga go'sht, kebablarni aytib muvofiq keladi. Buningga zira, bediyan bularni qo'shib iste'mol qilsa yoki issiqlik choydor demlab davomli ichib bersa, ho'llikni tozalash, suylikni ravonlashtirish, shundoqla ishib qilish, köpüp qilishlarni davolashda yordamchilik rol o'ynaydi. Yemek ishmigida ho'l sovuqdan bo'lgan kishilarga quruq issiq xarakterdagi yemekliklarni asos qilib berish bilan birga shipan, meva suyi yoki sovuq ichimliklardan cheklaymiz. Bundan boshqa ho'l sovuq mizojli kishilar davolanishni pek umid qilganlik uchun akşama tamak yemesek o'riqlaymiz degan xato tuyg'uga kirib qoladi. Chunki ho'l sovuq kishilarning eng cho'ng dushmani ho'llik va suyuqlik. Shuning uchun bular akşama tamak yemagan bilan qaynoq suv ichida meva yeganlikdan akşama tamak yemasimi texmo yana samirib ho'llik ishib ketib qoldi. Shuning uchun ho'l sovuqdan bo'lgan samirganlarga 3 vaq, hatto 4 vaq az-azdan tamak yeyishga da'vat qilamiz. Akşamı tamak yemagan bilan bu ho'llik va mevalarni yeganligimizdan ho'llik va sovuqlik oshgan sari badandagi modda almashishi ostlapmadi, cho'kib qolish va to'xtab qolish og'irlashadi. Bunun üstüge akşam tamak yeyishdan maqsad tuyuş yoki o'zimizningki biyologik ihtiyacımızını qondurishdan set oshqozonni va uchayni issiq tutish uchun tamak yeymiz akşamı. Akşamı tamak yemay soğuk su içsek oshqozon temperaturasi tuvallab ketib, oshqozonning lo'mildash, uchayning lo'mildash harakati oslab ketsa, qon muzlab ketsa, o'xshashlar to'xtab qilish, birikib qilish, cho'kib qilish moddalarning cho'kishi texmo ko'payib ketib, biz akşam az yemasakmi yana samirib ketishga davom qilamiz. Shuning uchun ağırlab quruq issiq tabiatlik tibobat dorilardan shu ho'l sovuq mizojli kishilarga bersak bo'ldi. Naniha sharbati, javorish kumini bular ağırlab berilsa, shu qo'saq qismidagi yal, yog' va butun badandagi ho'llikning tozalanishiga yordamchilik rol o'ynaydi. Uningdan boshqa ho'l sovuq tabiatli kishilar issiq belvog' yoki quruq issiq yerlarda yalang'oyoq minib bersa, suv ko'mmagan qumda ko'milib bersimi o'riqlashi tez bo'ladi. Umuman ho'l issiq va ho'l sovuqdan bo'lgan samirib ketish ayollarga nisbatan eng yuqori chek 80, kishilarga nisbatan 90 kilo bo'lib, 80 kilodan ishib ketgan har qanday ayol asosan kasallik arxipiga va yoki bo'lmasa kasallik rayoniga kirib bo'lgan bo'ladi. İnsonga kilo emas, bilim, aql va mantiq yarashadi. Kiloluk adamlarga davomli dushman bo'lishni davomlashtirman. Chunki bizga hayotlik hamda sifat hamda kelajak kerak. Men davomli semiz kiloluk adamlar bilan kurash qilib o'taman. Chunki buning millatga va kelajakka
hal qilg'ush bir ahamiyati bor. Endi o'riq kishilarning qisman alayligi va ularning yemak ichmagi nuqtasida to'xtalib o'tmoqchi. O'riq kishilardagi badallik ho'llik miqdori %60% atrofida bo'lib, normal kishilarning ho'llik miqdori 60dan 70%gacha bo'lishi kerak. Ho'llik oz ham teri osti moy qatlami nepiz bo'lg'achqa bu kishilar o'riq yog'oqroq qo'sig'i tuz bo'yi sal egiz ko'rindi o'riq bo'lg'achqa so'zi tez so'zlaydi, kalpugi nepiz bo'ladi, chechi biroz ojiz, inchika, shalonroq bo'lib qoladi, harakati tez bo'ladi, inkosimi tez bo'ladi, tushunishi va bartaraf qilishi tez bo'ladi. Bu kishilar konkret bir ish uchun terikidi, titildaydi, aldiraydi. Ama başkalarınınki terakkiyatı, pul meli ve üstünlüğü bilen anca bek karılmaydı. Semiz kişiler görünüşten ait hatırcam, ait hasettin yirak olan bilen o özünü en üstün gördüğün alayligine baya etip ettik. Bu alayligi boğaşka başkalarının terakkiyatı ve ilgirilep gitişi özüge nispeten tehdit his kılgaşka ular görünüşte hiç kar yo'qdek, hiç haset qilmagandek ko'rinsimi, bular allaqachon tadbir ilishqa, oldin to'sashqa boshlaydi va uni boshqalar sezmay qoladi. O'riq kishilar bo'lsa o'zining his tuyg'ularini ochiq oshkora ayni zamonda, ayni yerda ifodalaydi. Titildiganligini, xafa bo'lganligini darhol ifodalab qo'ydi, oshkorlab qo'ydi. Ama içinde pek saklap ketmeydi. Yani bu kişilerdeki artıkça tez nervi faaliyeti ve köp ihtimallık, tırnak içinde ihtimallık, endişe ve kilerçek için pek oşukça tahmin ve tayarlıklar sebeplik. Hatta hiç yüz vermeydiği işler hakkında yüz berilgandek tayyorlik qilishlari sabablik menga haddidan ortiq charchab ishlaganligi uchun qonning ko'p qismini mengisi iste'mol qilib ketganligi uchun bu kishilarda nisbatan nervi charchig'ash, nervi ajizlash, badanniki o'riq va vijik va yoki qo'tur shakli davomli saqlanib turgan bo'ladi. Qancha yaxshi iste'mol qilsimi, mengisi boshqalarga dushmanlik uchun emas, ammo har turli ehtimollik, taxmin va kelajak uchun qilingan g'amlar va haddidan ortiq harakatchanlik tufaylidan badanda qon va boshqa minerallarning, vitaminlarning xo'rishi tez bo'lg'achqa, qancha ko'p iste'mol qilsami, bu samirishga yetolmaydi yoki samirib ketolmaydi. Elbette 70 kilo en muvafiq bo'lishdan, 80 kilo en yuqori chek bo'lishdan so'z echayotgan paytda samirib ketishni yoki samirishni bek ta'kidlamaymiz. Albatta 60 kilodan tuvallab ketish kishilar uchun, ayollar uchun 50 kilodan tuvallab ketish haqiqatan yomonlikqa va xatarga belgi ishorat qiladi. Shuning uchun 65 kilo bilan 80 kilo atrofida turishni har kimga tavsiya qilish vazifamiz bo'lg'achqa, shu bak o'riqlab ketishning o'zimi xatar keltirib chiqaradiganligini, qon besimining tuvallab, yurak kuchining ojizlab, umid ishonchning g'uvolishib ketadiganligi nuqtasidan bak o'riqlab ketishdan saqlanish haqida to'xtalib o'tamiz. Hamda quruq mizojli kishilarniki nima uchun o'riqlab yoki davomli o'riq turadiganligini boya so'zlab o'tdik. Takrorlasak, menga harakati bak tez va o'shiqcha va keraksiz darajada ko'p ishlab ketganligi uchun
mine qonniki yerimini hajlab ketib qoladi. Onun üstüge köp hərəkət, köp titildashdan kelib chiqqan, köp mas'uliyatlik tuyg'udan kelib chiqqan, to'xtamay ish qilish, to'xtamay tayyorlik qilish, to'xtamay andishidan kelib chiqib oldini olish, puxta qilish va xatarning oldini olish uchun hamma narsaga takror qarab chiqishdan iborat ehtiyoj tufaylidan badallik harakatim bakchiq bo'ladi. Xotirjam bo'lolmagan sira atrofiga puxta qarab, takror qarab bu badan harakatni ko'p qilishga majbur bo'ladi. Natijada erish ko'p bo'ladi, o'riqliq jarayoni uzrab ketadi, davomli o'riq beti turdi. Shuning uchun shu o'riq kishilarning normalsiz gap so'zi, harakati bakroq ifodalangan vaqtida biz buningga abrishim sharbati, bedimishk sharbati, gazban sharbati qatorliq ho'llik keltirguchi, nervini yaxshilovchi, uyquni yaxshilovchi, titildashni azaytguchi dorilarni iste'mol qildiramiz. Amil nushtari uzun mezgil iste'mol qilinsa, yaxshi qon hosil qilish, semirtish, terini paqirtish, zehnini texmo sifatlantirish, put qo'lga issiqlik va quvvat berish jihatda yaxshi dori hisoblanadi. Yemek-içmeklerden qo'y go'shti sho'rpisi, yaxshi etilgan lag'man, yumshoq pishirilgan polo, obdan etilgan petermanta, shundoqla qaymoq, anjir, asal, gulqand, badam qatorliqlar shu o'riq kishilarniki asosli iste'mol qilishga tavsiya qiladigan yemekliklar hisoblanadi. O'riq kishilarda asosan kam bo'lgan narsa biri oqsil, yana birisi har xil vitaminlar. Shuningga qo'shimcha ko'p xil vitaminlar ilib ishlatsin bo'ladi. Kunda bir vaqt go'shtli tomoq yeyish, har turli meygiz tipidagi yemeklarga yaqin turish, har turli meva murabbosini iste'mol qilishga amroq bo'lishi bizning tavsiyamiz doirasidagi so'zlarimiz hisoblanadi. Ujma, qora ujma va qizil uzumni o'riq kishilarniki yaxshi ko'rib iste'mol qilishini kerak deb taniydigan mevalar hisoblanadi. Umuman biz qon xilatli kishilarni nima yesam o'riqlayman deb so'raydi. Biz bularga yemay o'riqlang deymiz. Ho'l so'g'uqdan bo'lgan semirib ketgan kishilarga az qatim soni ko'proq, ammo quruqlik keltiradigan, quruq issiqlik keltiradigan yemekliklarni ta'kidlaymiz. Soğuqlıqdan bo'lgan yoki quruq soğuqlıqdan bo'lgan o'riqlab ketganlarniki yemek içmegini bayağı so'zlab o'tdik. Hamda quruq issiqdan bo'lgan o'riqlab ketgan kishilarga nisbatan yoki o'riq kishilarga nisbatan biroz tanishish olib boramiz. Chunki bularniki jigiri davomli qiziq holatda turdi, o'tining to'silib qolish ehtimoli yuksak bo'lganligi uchun ağırlap kalsiyon şerbeti, buzur şerbeti, dina şerbeti içkizip, onundan keyin aksil ve tümür mol yemekliklerge buyuruyumuz. Quruq soğuqdan bo'lgan o'riq adamliga baya aytgandek bevosita aksil vitamin tipidagi milliy yemek-içmeklarni tavsiya qildik. Endi quruq issiqdan bo'lgan o'riq adamlarga bu yemekliklarni yoki bu reseptlarni ko'z tutishdan burun bular bir 15-20 kun kalsiyon, dina şerbeti, buzur şerbeti qatorliqlarni berib, o'tini, jigirini tozalab bo'lgandan keyin anandan keyin semirtguchi dori va yemek-içmeklarga boshlab bersak bo'ladi. Umuman o'riq adamlar quvvatlash bilan,
oruq adamlarni quvvatlash bilan semiz adamlarni pasaytish, azaytish orqali davolaymiz va yoki yemak-ichmaklar bilan tarbiya qilamiz. Bugungi darsimizda semizlik va oruqlikniki qisman alayliklari ve yemek-içmekleri hakkında to'xtalib o'tdik. Semizlik, çirkinlik ve zehir axlatning toplanmasından ibaret. Bak oruqlikmi kişinin iqtisodiy, madaniy, ijtimoiy ve psixologik sübtiga cho'ng ziyon keltirdi. Shundaqla uzun mezgillik xalq paylı xizmat qilishiga yar bermaydigan ahvolga keltirib qo'ydi. Biz şu arqılıq o'ttirni tepish, muvofiq ozuqlanish, az ve quvvatli iste'mol qilish, yerlik tomoq iste'mol qilish ve yaxshi gaplarga terikmay, titildimay, onun foydasini ko'rish qatorliq leksiya ro'yimizni buningdan keyin davomlashtiramiz. Bugungi darsimiz mushagicha bo'ldi. Xayr xo'sh.